Qabziyat bu odatiy hol emas. Qabziyat bu kasallik. Agarda siz shu videoni oxirigacha ko'rsangiz, qabziyat kasallik ekanligini bilib, unga oson yechimlarni bilib olasiz. Axlat har kuni qanchalik ovqatingizni qabul qilsangiz, har kuni tanadan chiqib ketishi kerak. Kerakli oziqalar so'riladi, vitamin, minerallari so'rilib, keyin esa o'sha kerakmas nima deydi, отходы deymiz, shu chiqib ketishi kerak bo'ladi. Endi agarda axlat ichingizda qolib ketsa nimalar bo'ladi? Tasavvur qilib ko'ring, pampersning ichida axlat, bolangizda axlatda bir kun 36-6 daraja issiqlikda qolib ketdi. Nima bo'ladi? Sizga savol. Mana shu holatda, ya'ni aynish, chirish prosesi bo'ladi. Shu holat sizning ichagingizda. Ichakdan qonga so'riladi, qoningiz zaharlandi, ifloslandi va bu iflos qon organ, buyrak, jigar, o'pka hamma yoqqa aylanishni boshladi va butun tanangizni zaharlashni yo'lga qo'ydingiz. Va oshqozon hazm tizimingizdagi bu holat nimalarga olib keladi? Yuzingizdagi toshmalarga. Men ko'pincha aytaman, menga yuzingni terisini ko'rsatgin, men oshqozon hazm tizimiga qanday ishlashini aytib beraman deyman. Shuning uchun qabziyatdan qutulish kerak. Faqatgina sog'lom bo'lish uchun emas, balkim shu yuzingizdagi toshmalarni ketkazish uchun ham. Agarda teringiz quruq, har xil toshmalar, yormalar bo'lsa, bilingki bu qabziyatdan bo'ladi. Angladingizmi? Qabziyat ham kasallik ekanligini.